Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun keyingi 60 voltga 60 amper soatlik tushgan zakasimiz, ya'ni litiy железо fosfat akkumulyatorga batareykalar yetib keldi. Bumajniy izolyator, batareyka holder. Akalar so'raydi, qanaqa BMS qo'yasiz, o'zi BMS nima degan ayollarga. Mana 80 amperlik GK BMS 150 amper высокотоковый nagrузка dosh beradi. Bu 40 amperlik высокотоковыйлigi 60 amper soatlik. Ikkalasini farqi bor do'stlar. Ikkita BMSda. Qanaqangi farqi bor desalaringiz, men hozir chiroyli tushuntirib beraman. Mana hajmidan ham farqi bor mana. Narigi BMS katta anchagina. Bu kichkina. Kichkina bo'lgan sababi mana bu yerda silovoy tranzistorlar bor. 4 dona tashkil qiladi. Bunda pastda 4 ta, tepada 4 ta, o'bshida 8 ta. Bunda esa sal boshqacharoq. Bu yerda 8 ta tepada, 8 ta pastda. O'shaning uchun bu 80 amper soatlik. Xo'p, batareykalar mana BTSdan keldi. Xo'p. Batareykaning xarakteristikasi. IFR 32140 marka A klass 2,5 million 40 dona bo'ladi shtukda. Batareykalar absolyutni yangi 2025 0630. Bironta bir savol yoki-da akkumulyator bo'yicha biron bir savol bo'ladigan bo'lsa, mana shu men o'zim nomerim, ismim. Shunga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin.